Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tomonidan firibgarlik holatlari fosh etilmoqda. Xususan, departamentning Sirdaryo viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Davlat kadastrlar palatasining Sirdaryo tumani filiali muhandisi go'yoki yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali fuqaroning Adolat mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi uyning kadastr hujjatlarini tayyorlab berishi evaziga $100 va 1,12 million so'mni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Shuningdek, departamentning Yangi Hayot tuman bo'limi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar vazirligi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi. Unda Yangi Hayot tumani madaniyat bo'limi mudiri lavozimida ishlovchi shaxs xizmat mavqeyidan foydalangan holda firibgarlik yo'li bilan ushbu tumanning Chortoq mahallasi hududida joylashgan madaniyat bo'limi binosidan 100 kvadrat metr joy ajratib berish evaziga 1100 AQSh dollarini pora sifatida talab qilib, fuqarodan jami 1000 AQSh dollari va 1,2 million so'm pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Bundan tashqari, departamentning Shayxontohur tuman bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida Yunusobod tumani Oloy dehqon bozori hududi atrofida navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Unda sportning o'yin turlari va yengil atletika bo'yicha ixtisoslashtirilgan sport maktabi, davlat muassasasi, futbol sport turidan murabbiy lavozimida ishlovchi shaxs fuqarodan futbol stadionini ijara shartnomaga asosan 55 million so'mni davlat muassasasining bank hisob raqamiga o'tkazish kerakligi to'g'risida shartnoma tuzib, bundan tashqari naqd pul ko'rinishida 4940 AQSh dollari pul mablag'larini talab qilib, ushbu pullarni olib yashiringanda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.